Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Elektr ishlarini boshladik. Mana shitlarga keldik yig'ishga. Bu yerga simlarni tashlab ketganmiz oldin. Endi kasolarni qo'yib, shitlarni qo'yib, addirga tayyorlab ketamiz. Mana hozir elektr ishlarini boshladi. Simlarni chiqarib, ochib, chiroqli qilib. Mana asosiy 380 kelgan. 380 ga 50 amper dif avtomat qo'yganmiz. Kontrolga qo'yganmiz. 3 fazani ko'rsatib turadi. Skachok qo'yilgan relay напряжение razvedkalar uchun 16 amper delix avtomatlardan ishlatganmiz. Pastda ham shu delix avtomatlari mana 16 amper razvedkalar uchun. Endi rel nimadan kelyapti? UPS montajlari ham qilganmiz. UPS dan kelib turib dif avtomatga, delix dif avtomatimizga keladi. Undan keyin 10 amperli avtomatlarimiz X-Plus avtomatlari bilan tarqaydi. Shu ishlarini mana hozir yig'ib sizlarga ko'rsatamiz. Bitgan holatini ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz. Chiroqli qilib qo'ying.